Musobaqalar qatnashchilar hisobidan uyushtirilmoqda. Masalan, farzandim mental arifmetikada o'qiydi. Viloyat chempionati deb ustozlari qatnashsin demoqda. Ikkilanib qoldim. Musobaqa pullik to'lovi bor ekan. Xomiy bor yo'qligini bilmayman. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Nima bo'lganda ham bir qoidani doim bilib olishimiz kerak. Ulamolarimiz qimor haqidagi qoidani gapirganda aytadilarki, al-maysirul muharramu ma huwa ma kana ar-ribhu li fariqin wal khasaratu li fariqin akhar deb ta'rif berishgan. Harom qilingan qimor shuki, bir tarafga, bir guruh odamlarga foyda-yu, ikkinchi guruh tomonga zarar bo'ladigan har qanday o'yin, pul yig'iladigan narsa, o'yin bu harom qilingan qimor hisoblanadi. Hozir savolda so'ralganidek, demak, agar ishtirokchilardan yig'ilgan puldan o'sha ishtirokchilardan birinchi o'rinni olganiga u aqliy mehnat bo'ladimi, jismoniy sport bo'ladimi, farqi yo'q. Birinchi o'rinni olgan kishilarga agar foydadan o'sha yig'ilgan pullardan sovg'a yoki birinchi joyi olganligi uchun beriladigan mukofotni berilsa, bu harom qilingan qimor bo'ladi. Bunday qimorda, bunday o'yinda ishtirok etish, bunday o'yinda qatnashish, bunga pul berish, qimorda qatnashish va qimorga pul berish hukmida bo'ladi. Ammo odatda hozir siz aytganga o'xshagan mental arifmetika yoki aniq fanlardan bo'ladigan olimpiadalarda odatda tashkil etuvchi tomonidan mukofot belgilanadi. Agar faqatgina ularning kelib ketishi uchun yo'l kirasiga yoki boshqa maqsadlarga o'zidan pul yig'ib o'ziga ishlatilib, lekin katta homiy tomonidan mukofot va'da qilinsa, unday musobaqada farzandingizni ishtirok etishligi joiz bo'ladi. Yuqorida aytilgan holat bo'lsa, unda ishtirok etmasin. Bu joiz bo'lmagan, qimor bo'lgan, demak, holat bo'ladi. Alloh barchamizni o'zi bunday holatlardan hifz va himoyasida saqlasin. Vallohu a'lam bis-savob.